Mehr-muruvvat ko'rsatish, bemorlar holidan xabar olish, ularning ko'nglini ko'tarish barchamiz uchun eng yaxshi amallardan biridir. Shu munosabat bilan O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umurbek Latipov joriy yilning 14-aprel kuni ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Gurbanov Gurbannazar holidan xabar olish maqsadida uning uyiga tashrif buyurdi. Umurbek Latipov bemor bilan suhbatlashib, uning uy sharoiti bilan tanishib o'tdi. O'rganish jarayonida shu narsa ayon bo'ldiki, birinchi guruh nogironi Gurbanov Gurbannazarning ikkita ko'zi ko'rmasligi bilan birga unga yo'ldosh kasallik ikkita oyog'i ham ishlamasligi aniqlandi. Shularni inobatga olgan holda O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati To'rtko'l tumani bo'linmasi raisi Umurbek Latipov ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Gurbanov Gurbannazarga saxovatpesha insonlar tomonidan berilgan 1,5 million so'm pul miqdorini taqdim etdi. Bunday e'tibor va mehr-muruvvatdan quvongan, ko'zlariga yosh olgan Gurbanov Gurbannazar saxovatpesha insonlarga minnatdorchilik bildirdi. Ularning haqlariga uzundan uzoq duo qildi.